Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Abduqodirov. Bugun biz Flexbox bilan gridda farqini ko'rib chiqamiz. Video maksimal o'ta tez bo'ladi, yorug'lik tezligida. Sizlar zeriktirib qo'ymagan holatda davom etamiz. Bo'lmasam qani ketdik. Asosiy farq Flexbox faqat birda uch ishlaydi. Faqat bitta o'q, ya'ni item 1, item 2, item 3 turibdi. Bu chapdan o'ngga. Ya'ni birda degani faqat bitta qator yoki ustun, o'ngdan chapga, chapdan o'ngga, tepadan past shunaqa. Navbar, header larga cho'tki narsada ishlatishga qulay Flexbox ya'ni. Keyingisi grid. Grid 2 ishlayveradi. Bemalol shaxmat taxtasi kabi page layout categorieslarda ishlatsak o'ta cho'tki moshni ishlayveradi. Silliq. Keyingisi header navarda nima uchun Flexbox ishlatishimiz kerak? O'zi menimcha buni hamma biladi. O'sha yodib ketgan bu dasturchiga biz xat bergandan keyin sразу biz display flex beramiz. Display flex bu vena qon tomirlarini o'shanga singib ketganda bu kod. What? Bro, what are you talking about, man? Hozir kod misoldan tushuntiraman. Qani navbatimiz mana display flex berdik, justify content center, align item center. Agar display flex bo'lmasa, mana bular mana g'alati joylashadi. Endi mana bu kes ishlamaydi chunki flexsiz. Flex run komandini beradi mana bu kelasiga. Flex bo'lmadimi? Tamom. Qani yo'q qoldi. Okey. Mana buni oldik. İşlemedi, qaytardik. Mana vola ishladi. Tamam. Xo'sh. O'sha navbarda просто Flexbox ishlatish kerak. Boshqasiga yo'l yo'q. Keyingisi sahifa layout, ya'ni page layoutda slide barda nima ishlatish kerak? Bu navbarimizning narsalari, kodlari, UI'lari bunga ahamiyat bermaymiz. Page layout mana display grid. Display grid berganman. Grid template column 220 piksel 1.5. Xo'sh, nimaga 220 piksel? Mana bu slide bar bor-ku, mana bu o'rtasi 1000 piksel bo'lsa, bu 220 piksel olyapti xolos. Qo'ygan 780 piksel mana bu kartda o'zi alohida olib chiqib ketyapti mana bu joy. Mana bu joy alohida olib chiqib ketyapti 780 pikselda. 280 piksel bo'lsa, 220 piksel bo'lsa, mana buni o'zi olyapti xolos. Tushunarlimi? Xo'sh, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, chunki bu yerda boshqa narsa qolmadi. Keyingisi footer, grid, yoki Flexbox birgalikda couple'da qanday ishlatsak bo'ladi? Narsa kodlarimni ko'rsataman, HTML kodlarimni. Footer bor, ili footer grid, footer call'dan 3x ili footer button bor. Sesizga o'tamiz, footer design topamiz. Xo'sh, mana footer grid, display grid berganmiz, grid template column 3 ta vanefa, ya'ni bitta qatorga 3 tadan qaytar degan buyrug'i berdik biz. Bitta qatorga 3 tadan qaytar. Mana 3 tadan turibdi bitta qatorda. Endi Flexbox'da navbar buttonda ko'rib chiqamiz qanaqa ishlatilishini. Xo'sh, display flex berdik. O'sha navbarga bergan kodda endi prosta footerga berib qo'yamiz-da, tushunarlimi? Mana justify content space between align item center. Justify content space between sochaveradi. Orasidan joy tashlab sochaveradi mana. Mana. Ili bugungi darsimiz shundan iborat edi. Menimcha hech narsa tushunarsiz. Sorry, bitta narsa qolib ketibdi. Real loyihalarda pro qoida. Xo'sh. Mana navbar header. O'sha aytganimdaqa hammani qoniga singib ketgan Flexbox ishlatiladi. Gridga umuman narsa yo'q, shans yo'q narsa navbarda. Ili sahifa page layout slide barda doimo grid ishlashimiz kerak. Flexbox ishlatsa bo'ladi, lekin men bu yerda murakkab. Kod ko'payib ketadi befoyda. Mana karta grid shop
Flexboxda o'sha aytgandaqa yana kod ko'payadi. Grid. Endi men bu yerda ko'rib chiqsam, menimcha uzun marketda menimcha ham menimcha grid ishlangan bo'lsa kerak. Kartlar bor-ku mana endi. Mana display grid 1 2 3 4 5. 5 ta vanefardan qilingan. 5 ta vanefar. Hozir bunday qilamiz mana. 5 ta vanefar berilgan. Mana uzun market reklamasi ketib qoldi shu yerda. Xo'sh, mana 5 ta vanefar. Mana ders pastga tushib ketaveradi. Ders. Mana shu yer ham grid bo'ladi. O'ta qulayda kart uchun grid. Keyingisi footer. Ichki elementlar uchun ikkalasi ham bo'laveradi footerga. Boya aytgandaqa footer buttonga men flexbox ishlatdim. Footerda o'ziga grid ishlatdim. BTL guruhi doim flexbox grid kereksiz. Aytganimdaqa blog, CV shunaqa narsalarga flexbox qiyinlik qiladi. Grid ishlashimiz kerak maslahatim. Hammasi shu edi. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, bitta like bo'lsa esdan chiqmasin. Yana darslar bo'ladi. Agar vaqtim bo'lsa chiqarib turaman. Hammaga rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling.